Qimirlab boring aka. Ha, shunday chiroyli manzarada navbatdagi konkursimizni boshladik. Mana bugun Qashqadaryo Kosondan 95-yil akam tashrif buyurgan aka. Ko'ramiz. 10 daqiqa ichida shashimizni yeb bera oladimi yoki kassamizga 269 ming to'lab ketishadimi? Bismillah. Voy. Voy, bek olib turibsanmi? O'tmay qolib suraverasan. Akam butunlay yutaman deb kelgan. Deyman o'zim. Rekordlaring nima bo'pti deganday bo'lyapti-da. Nasib bo'lsa 5 minut uraman degan niyatim bor. Rekord hech kim yangilanmasin, iloyim deb kelaman. Boshladikmi? Akam juda ham shoshyapti. Men $100 olaman, ketaman degan akam. Prezini ham olaman hali. Aka tayyormisiz? Tayyorman. 1, 2, 3 ketdik. Osh bo'lsin, yoqimli ishtaha. Qalay ketyapti deb savol berishga ham qo'rqaman, chunki meni ham yeb qo'yadi. Rekord yangilaydimi? Yutamiz deb kelganmiz nasib. Aka rekord yangilaysizmi? Nasib. 2 minut o'tyapti, 2 minut. Shashini yarimi qolmadi. Aka yana bitta qo'ydiray. 2 daqiqamiz o'tyapti, shashini yarimidan ko'pi ketdi. Akamga bu 1 metrlik shashlik nima bo'pti? Akam butun qo'ylar yeb yurganda. Qo'lingdagi narsa nima deyishlaringiz mumkin? Bu Baxt restoranining sodiqlik kartasi. Baxt restoraniga ovqatlanishga tashrif buyurasiz va restoran tomonidan sizga sodiqlik kartasi beriladi. 7 marta pechat urilgandan keyin 8-da shu ovqatlardan bittasi sizga tekinga bo'ladi. Nima ham deymiz, Baxt restoraniga tashrif buyuring. Bizning konkursimizda qatnashmoqchi bo'lsangiz, bizning manzilimiz Samarqand viloyati Nurobod tumani, Qarshi yo'li, Betonkada joylashgan. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilamiz. Qimirlab boring aka. Ha. Men qo'rqyapman, to'g'risi aytsam, men ham yeb qo'yadi bo'lsa hozir. Qidirib qo'ymasin. Bir narsani eslatib o'taman, hurmatli mijozlar. Rekord yangilagan har bitta mijozga 50 dona g'ijdon shashligi meni hisobimdan. 50 ta. Har bitta shahardan, har bitta tumandan polvon akalarimiz kutyapti. Agarda rekordimiz yangilasalar, Ibrohim aka tomonidan 50 dona g'ijdon shashligi bonusga qilib beriladi. 2 daqiqa vaqtlari bor. Qolgan bo'lsa ozgina qoldi. Shashlik ta'mi qalay ekan aka? Ta'mi zo'r. 3 kundan keyin yana kelib yana yeb ketaman, o'ylama. Biz erikmaymiz. Ya qaytib kelmang endi. Qatnashganingiz uchun kattaga rahmat. Restoranda yana kutib qolamiz. Mana sizga va'da qilingan o'sha pul miqdori. Bu galgi sonimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarni Baxt restoranida kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.